Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana PS Family kanali. Bugungi videomizda eng kelgan Norvegiya paki olishga arzimaydimi yo arziydimi, shuni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin kommentariyaga xohlagan so'zlarni yozib ketinglar va like va obuna bo'lishni unutmanglar. Hop, yangi Norvegiya pakini ko'radigan bo'lsak, boshqa paklar kabi 1500 kun kelgan. Lekin eng qizig'i, buni ichiga kiradigan bo'lsak, Solbakken Manager, Double Booster Manager 89 skill bilan kelgan, Outmatch 89. Bu eFootball'dagi eng birinchi 89 Manager 2025-yildagi ko'rishimiz mumkin. 89 Long Ball 80 Norvegiya paki. Hop, 56 yoshli murabbiy. Hop, buni ko'radigan bo'lsak, Outfight bu asosan bulut headerlar bilan Naves akkauntda o'ynaydiganlarga yaxshi. Masalan, Holland, Drogba va Ronaldo, Koller shu kabi bo'yi uzun, boshda yaxshi o'ynaydigan futbolchilar uchun yaxshi. Ularga mana hop heading boshda o'ynashiga 1 ball qo'shib beradi. Physical contactga 1 ball qo'shib beradi. Bu murabbiyni olsanglar Beckenbauer 103 bo'ladi. Lekin bu murabbiy uncha ko'p futbolchilarni statistikasiga ta'sir qilmas ekan. Inzagiga o'xshab. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, hop, bu yerda 1-1 bo'ladigan Holland bor. Bu ham boshda zo'r o'ynaydi, shuning uchun outlight skill bilan kelgan menejer ichida. Keyin bizda Odegaard bor edi, qani Odegaard. Hop, mana Martin Odegaard. Bu ham 1-1 bo'ladi. Hop, bu menejerni tanlash o'zingizlarga, xohishingizga bog'liq. Agar sizlar Navis akkauntda boshda yaxshi o'ynaydigan futbolchilar bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Bu uncha ko'p futbolchilarni ochkosini kuchaytirib bermas ekan. Shuning uchun men o'zim buni olmagan bo'lardim. Buni o'rniga mana Mamutda Inzagi bor. Bu ko'p futbolchilarni balliga qo'shib beradi. U hujumchilarga asosan ball qo'shib beradi. Shevchenko, Eto shu kabi futbolchilarga. Hop, shu joyda videoni tugatamiz. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketsalar bo'ladi. Men uni albatta o'qib javob beraman. Hammaga rahmat. Yana qaytarib o'taman, like va obuna bo'lishni unutmanglar.